Sana qayerdan topaman dedilar. Musa alayhissalomga Xudo taolo: "Ey Musa, meni topmoqchi bo'lsang, ko'ngli siniqlarni oldidan topgin, qidirgin" degan ekanlar. Yetim yesirlarni oldidan topgin degan ekanlar. Men ashirda bo'laman degan ekanlar. Birodarlar, mana shuncha dasturxon, mana shuncha ne'mat. Buyuk turibdi. Mana shuncha dasturxonga xarajat qilgan. Alloh ehson sohiblari shukrlardan rozi bo'lsin. Lekin mana shu dasturxonda mana shu qishloqdagi yetimlarning haqqi bor. Bevalarning haqqi bor. Men shundan aytamanki, to'y qilayotgan odam 50 kilo go'sht jamlamoqchimi? O'shanga yarasha odami bormi? 65 kilo so'g'at, 15 kilo qo'shva, to'y bo'lsa deb 10 yaxshilab ara olasan, nima qilasan? Kasobat to'yga rasvo qilib harom ber. 15 kilo guruch qo'shva, 15 kilo guruchingiz necha pul bo'ladi? Mana endi necha pul bo'ladi? Hech qancha ham. 12 mingga, 13 mingga zo'r, eng zo'r lazzat guruch ketadi. Va 200 mingga bormaydi mana. Qo'shva to'yga kelolmaydigan tojlarni singari uyda yotganlar bormi? Qariyalar kelolmaydi ular. Kasal, ojiz. Kecha otasi o'lib, ta'ziya bilan mashg'ul bo'lib qolganlar bormi? Bemorlar bormi? Plasmassa idish qancha? 1000 so'mga beradi haligi plasmassa. Ha? 30 tasini olib kelib, "Men bolam falonchiga, men bolam." Qilish kerakmi? O'shandagina bu dasturxonda yetimlar haqqi soqit bo'ladi. Ehson sohiblari mana shu dasturxonda o'tirganlardan soqit bo'ladi, birodarlar. Buni qilish kerak. Rahmat. Ular Allohni unutdilar, Alloh ham ularni unutdi. Ko'rdingmi? Mana